Kada avtomobilni moyka qilish ko'rib chiqamiz. O'zi avtomobil uncha-muncha kir bo'lavermaydi. Mana shu mashina 2 oydan oshdi, hali moyka qilinmagan. Juda unaqa kir bo'lmaydi. Moykaga kirib kelish 3 ta yo'lak bor. Biri tanlanadi. Va narxlar. Narxlar $10, $14, $18, $22. Bular asosiy farqi, ishlatiladigan ximiyasi asosiy farqi. Biznikida anaqa kir bo'lmaganligi uchun oddiy arzon markadan ximiyasidan foydalanaveramiz. Machalka bilan aylantiryapti. Yaxshilab yuvadi endi mana apparatlar ham yuvib tozalaydi. Vosk sepilyapti. Albatta quritish jarayonida bu havo yordamida quritadi, issiq havo yordamida katta давленияda mashina tuppa quritib chiqadi. Bu turma g'ildiraklar tozalaydi. Yana bir qo'shimcha, bu yerda avtomobillarga vakuum, ya'ni pilisos xizmati bor. Bu mutlaqo bepul. Moykadan foydalansangiz ham, foydalanmasangiz ham mana shu vakuumlardan foydalanish bepul. Juda bir qulay. Bu yerda yana qo'shimchasiga, bu yerda mana hammasi tayyor qilib bo'ldik. $10 avtomoyka.